Hijob bor edimi? Ha, o'raydi. Maktabdagilar unga hech narsa demaydimi? Maktabda hijobsiz yuradi, kelayotganda o'ranib oladi. Bu nima jinnilik? Yo o'rasin, yo o'ramasin. O'ziga qolsa o'ramaydi, lekin dadasi hijob o'radi ekan. Ana jinnilik. Ha musulmon, bolani o'z holiga qo'y, o'ynab kulsin. Ha bizga o'xshab qaraganda boshidan ro'moli tushmas. Yoki guldek davrida hozir qiz bola nima kerak shuni deydi, o'rab chirmab deydi. Guldek davrida maza qilib yurib qolmaydimi deydi. Sassiq kampir bo'lib terilari burishib, odam ko'rsa ko'nglanmaydigan darajaga borgandan keyin hijob o'ragani Allohga nima kerak uni? Allohdan u hijob o'rayaptimi yoki odamlardanmi? Hijob Allohdan o'ralmaydi, odamlardan o'ralinadi. Umringni gul davri nafsingga da uni mana shunaqangi qoqidek bo'lib turshak bo'lgan davri Allohgami? Tilga idan qismatun deyza, axir bu adolatsiz taqsim-ku. Tilga idan qismatun deyza, axir bu adolatsiz taqsim-ku.